Yaradamiz avto olib qo'yganmiz. Bu mashinamizda galovkalarni ko'tarib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Galovkani ko'targanimiz sababi akalar yaqinda egalari aytdilarki, klapani torttirgan ekan, klapani ligirovka qildirgan ekan. Ustalar aytishgan ekanki, ginezolari cho'kkan ekan, galovkani ko'tarib ginezollarni almashtirish kerak deb tavsiya berishgan ekan. Shunga hozir bizga olib kelishdi, akalar mashinani bizga olib kelishdi. Uka dedi, mana shunaqa holat dedi, yaqinda klapani ligirovka qildirganman dedi. Shu yana qisib qolyapti. Dedi, shuni galovkasini ginezolari bor ekan, o'shalarni almashtirish kerak. Sizga olib kelyapman deb ashuna dedi menga. Aka dedim, mashinani minib ko'rdim. Yurishlari yaxshi, chotki, klapinlar qisilmagan. Atak egasidan so'radim. Aka dedim, necha ming probeg yuryapsiz klapni ligirovka qildirgandan keyin desam, 10 ming probeg, 10 mingdan ham oshiqroq yuryapman dedi. 10 mingdan oshiqroq yurayotgan bo'lsangiz, 10 ming eng maksimal, eng qisqasi dedim, 10 ming yurayotgan bo'lsangiz, mashina normal yuryapti. Uni ginezollar cho'kmagan, ginezolda ayb yo'qmi buni? Uka dedi, ko'nglim g'ash bo'lib qolgan, o'shandan beri bir galovkani ochib ko'raylik dedi. Aka dedim, men ochib ko'raman, farqi yo'q dedim. Ginezollar yaxshi dedim. Desam, ha bo'pti dedi, bir ikkita ochib dedi, ko'ravering. Agar ginezollar yaxshi bo'lsa dedi, yana qaytarib yig'ib beraverasiz, galovka bekatchalarni yangilab dedi. Xo'p dedimda, galovkalarni ko'tarib, bu mashinani ko'rganimda ginezollar zo'r holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Ginezollar umuman cho'kmagan. Ko'rib turibsizlar, ginezollar umuman cho'kmagan. Bu mashinada umuman ayb yo'q. Hozir yana galovka egasiga telefon qildim. Aka shunaqa holat desam, uka dedi, galovka bekatchalarini bosib dedi, yig'ib beravering dedi. Boshida aytdim, shuncha ovoragarchilik bo'lmasin aka, ginezoy yaxshi aka dedim. Aka ginezoy dedim, yomon bo'lganda dedim, 5 mingda, 8 mingda, 3 mingda ham klapani ligirovkadan chiqib ketadi. Agar dedim ginezoy umuman chatoq bo'ladigan bo'lsa, o'ta og'ir holatda bo'ladigan bo'lsa dedim, klapani ligirovka qildirib dedim, 1000 kilometr yurmasingizdan klapani qisib dedim, ligirovkadan chiqib ketadi. Uka dedi, men sizga eski tanisham kelaman, prosta dedi, o'sha yerda uyimiz ag'darlik uchun o'sha ustiga klapinlarni ligirovka qildirib dedi, o'zimga yaqinroq ustaxonada dedi, klapinlarni ligirovka qildirib dedi, galovka degandan keyin dedi, at oshirmadim dedi, sizga olib keldim dedi. Tak dedim, galovkani nima aybi yo'q. Hozir mana galovka bekatchalarini bosamiz, yangi qilib, zubchatiklari ham kelib qolgan ekan, zubchatiklarini almashtirib, ham yo'g'ini full variantda cho'tka qilishni bitkazib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar, ishlaringiz sifatli, alohida bitkazib beramiz.